Demak, hammaga assalomu alaykum bolalar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun biz sizlar bilan demak, bizda Dinarium VIP degan kanalimiz bor. Aynan shu kanalimizda signallar berib boramiz. Ya'ni o'sha ma'lum bir vaqtda aytilgan aniq bitta aktivda yoki valyutniy parada signallar berib boramiz. O'sha signallardan foydalanib sizlar bemalol plyusda сделканы yopib pul ishlashinglar mumkin. Ko'ryapsizlar mana juda ham ko'p obunachilarimiz reaksiyalardan ko'rishingiz mumkin. Yaxshigina summa ishlashgan signallardan. Xo'p, bugun men sizlarga aynan mana shu signallarni qanday beraman va sizlar qanday foydalanishingiz mumkin shu narsa haqida gapirib beraman. Demak, hozir o'zi odatda kompyuterdan foydalanaman, trade qilishda, analiz qilishda, lekin hozir buni aslinchalik iloji yo'q edi. Xo'p, shuning uchun telefonda eplab turamiz. Telefonda sal noqulay lekin. Xo'p. Qani ketdik. Hozir demak, men valyutniy parani yozib yuboraman. EMX ishlayapmiz. 15 sekundlikka qo'yaman. Xo'p, SAR indikatori bor. Demak, to'g'rilab olamiz $100 va ketdi. Qo'shimchasiga MACD-ni ham qo'shib olamiz. Yaxshi plyus. Xo'p, dalshi. Bitta tepaga chiqishni kutamiz. Ozgincha. Xo'sh, yashil ko'tariladimi? Bo'ldi, ketdi, zo'r nuqta. Yaxshi. Plyus. Demak, yana ozgincha tepaga chiqsin. Sal tepaga chiqqandan keyin usha olamizda. No, qancha davay ketdik, hozirdan boshlasak ham bo'ladi. Sal kech qoldik menimcha. No, yopib ketishi mumkin lekin. Yo'q, masalamikin. Eplasa bo'ladi. Sal kechroq ochgan bo'lsalar agar obunachilar plyusda yopishadi-da. Okey, biz hozir minusda yopdik.
Yaxshi, plus. Xo'p, qaranglar, bizda hozir kesishyapti Maxi bilan. Maxi kesishganini ko'rishingiz mumkin. Sar ham уже pastdan signal berishni boshladi bir marta. Lekin bu hali aniq emas. Shuning uchun hozircha signal bermay turaman. Hozir kutamiz. Kutaylikchi, nima narsa bo'lar ekan. Давай, pastga. Zo'r vaqt. Minus yopish shekilli bolalar. Okay. To'g'ri vaqtda kirish ham muhimda, juda ham. Sen bo'la qisqa fursatda kiryapmiz o'zi. Shuning uchun to'g'ri muddatga kirish juda ham muhim narsa. Xo'sh. Tepaga ketdi shekilli. Yaxshi. Nima qilamiz? Boyagidek qilamiz. Tepaga. Явно tepaga. Bolalar, martingale strategiyasini ishlatishni unutmanglar. Martingale strategiyasi bilan ishlaymiz har doim. Minusimizni qoplash uchun. Yo'q, endi unaqa qilmanglar, ey. Oho. Xo'sh. Xo'sh, davay, yana bitta. Ha, ozgincha yetishmadi, ko'rdinglar. No, hatto yaxshi vaziyat hozir tepaga zelga ochishga. Xo'sh. Ajoyib. Bo'ldi, narx tepaga ketdi bu yoqqa bolalar. Narx tepaga ketdi. Bolalar, ko'ryapsizlar, umuman olganda mana shu tarzda biz signal beramiz. Kanalni ham o'tib ko'rishinglar mumkin. Odatda adminim beradi bunaqa tarzda, ko'ryapsizlar. Skrinshotlarni tashab 2 marta ko'paytirib, etmasdan xullas. Mana shunaqa stilda analizlarni ham ayrim paytda. Shu uchun qo'shilib olinglar kanalga. Kanal zo'r, foydali. Darsliklar tashab turaman, eksklyuziv VIP kanal uchun. Tekin hech qanaqa pul kerak emas VIP kanaldan. PDFlar tashab turiladi. Qo'shilib olsanglar, foyda topasizlar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.